Bu o'yin Flappy Bird, bu esa ChatGPT va men Quertus. Ushbu videoda biz ChatGPTdan foydalangan holda o'sha o'yinni takrorlashga urinib ko'ramiz. O'yin yasash uchun avvalambor bizga qandaydir dvijok yoki engine kerak bo'ladi. Dvijok nimaligini bilmaydiganlar uchun qisqacha ma'lumot. U dasturdan foydalangan holda ishimiz anchagina yengillashtiramiz. Shunday qilib, qaysi dvijokdan foydalanadigan bo'ldim? Javob Godot. Godot bu ochiq manbali tekin o'yin dasturlash dvijoki bo'lib, bunda IDE yoki UC o'yinlarga har xil platformalar uchun qo'llab-quvvatlash imkoni mavjud. Birinchi bo'lib ChatGPTga o'yin uchun hamma kerakli narsalarni tushuntiradigan prompt yozdim. Skriptlar, assetlar va qanday tartibda ishlash jadvali bilan. Sun'iy intellekt chizgan assetlarni o'zim qirqishimga to'g'ri keldi-yu, lekin hech yo'q. Dvijokga kirgach o'z loyihamni yarataman va berilgan jadval bo'yicha ish yurishni boshlayman. Yangi sahna yasagan holda kerakli assetlarni qo'shib olaman. Men uchun orqa fond va hamda kuchamizni o'zi. Ko'p gapirib boshingizni og'ritganimdan ko'ra, biroz ish jarayonidan tayyorlar ko'ra qoling. Oradan shuncha vaqt o'tdi. Endi birinchi test sinovi qilaman. Umid qilamizki, o'yin bilan hammasi joyida ketmoqda. Oh, xudoyim, nimasi bu endi? Menimcha hali ko'p narsa qilishga to'g'ri kelsa kerak. Ha, 2 soatdan beri bitta ochko yig'ish tizimini to'g'rilayman deb ezilib ketdim. Sun'iy intellekt albatta yaxshi, lekin ideal emas. Shuning uchun o'qilgan xatolarni o'zim to'g'rilashga majburman. Bo'pti, oxirgi test. Shunda ham o'xshamasa, bilmadim. Kutganimdek hammasi joyida-yu, ochkodan tashqari. To'g'risini aytganda, bu qo'yilmoqam qanday qilib sun'iy intellekt allaqachon o'yinlarni qisman bo'lsa-da yasashga qodir ekanligi. Ko'rib turganingizdek, bunga hozircha shular edi. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha